Isroilning G'azoga bergan hujumlari oqibatida halok bo'lganlar soni 250 dan oshdi. Falastin Sog'liqni saqlash vazirligi Isroilning G'azoga bergan keng qamrovli zarbalar oqibatida halok bo'lganlar soni kamida 254 kishiga yetdi deya xabar berdi. Falastin Sog'liqni saqlash vazirligi anklavdagi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, qutqaruvchilar vayronalar ostida bo'lgan jabrlanuvchilarni izlash chog'ida 440 dan ortiq odam tan jarohat olgan, ba'zilari juda og'ir. Zarbalar G'azoning janubi va shimolidan markaziy hududlargacha bo'lgan bir qancha qismlarni nishonga olgan. G'azodagi urushga qaytish bizning eng katta qo'rquvimiz ro'yobga chiqdi, deydi isroillik garovga olinganlarning oilalari. Isroillik garovga olinganlarning oilalari o'zlarining eng katta qo'rquvlari ro'yobga chiqqanini ko'rdilar, dedi ularni himoya qilish guruhi seshanba kuni Isroil G'azoga halokatli zarbalar to'lqinini boshlagandan so'ng Hamas bilan o't ochishni to'xtatish kelishuvini buzdi. O'g'irlanganlarni qaytarish bo'yicha oilalar shtab-kvartirasi sudlovchisi Isroilning G'azodagi Hamas nishonlariga garovga olinganlarni ozod qilish uchun hujum qilgan haqidagi da'vosini to'liq aldash deb baholadi va sulhga qaytishni talab qildi. Isroil hukumati garovga olinganlardan voz kechishni ma'qul ko'rdi, dedi matbuot kotibi. 2023 yil 7-oktyabr kuni Hamas boshchiligidagi hujumda jami 251 kishi Isroildan o'g'irlab ketilgan. G'azoda qolgan o'nlab garovga olinganlarning yarmidan kami tirik ekani taxmin qilinmoqda. Oxirgi o'g'irlangan ozod etilishdan oldin jangga qaytishi hali G'azoda bo'lgan va qutqarilishi va qaytarilishi mumkin bo'lgan 59 o'g'irlanganning evaziga bo'ladi, dedi vakil va qo'shimcha qildi. Harbiy bosim garovga olinganlar va askarlarni xavf ostiga qo'yadi. Garovga olinganlarning oilalari, shuningdek, seshanba kuni amalga oshirilgan Isroil zarbalari bilan tanishtirilgan AQSh prezidenti Donald Trampni qolgan asirlarni ozod qilishga yordam berishga chaqirdi. Biz prezident Trampni hozirgacha e'lon qilganidek harakat qilishda davom etishga, barcha garovga olinganlarni ozod qilishga chaqiramiz, dedi guruh.